Do'stlar, bu uyimizning narxi o'zgardi. O'shaning uchun men keldim. Hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasibsin. Sharsharamiz ham cho'tki ishlaydi. Basseynni mana ko'ryapsizlar. Uyimizda hech kim yashamagan. IMG paket oka. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu hovlimizni ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin bunaqa formatda va bunaqa narxda hali sizlar ko'rmagansizlar. Men sizlarga chiroyli narxda shokolad hovlini obzor qilib beraman. Oka, qaynoq kofeni tayyorlab, o'yon cho'zaversangiz bo'ladi. Bemalol obzorimiz har doimgidek uzun bo'ladi. Basseynni qaranglar, sharsharani qaranglar, shokoladligini qaranglar. Mana bu letniy mangalli zonaga chiqamiz, hurmatli obunachilarim. Bu yerda mana ko'ryapsiz, tepada bemalol. Voy, mana vidni qaranglar. Narxi o'zgargan holatda, realniy narxda, realniy hovlini hozir adaniyagacha obzor qilib beraman. Mana shu videoga faqat bitta dona like bosib qo'yasizlar, okalar. Qani ketdi bo'lmasa. Uy o'tganda birinchi yon atrofga qarab qo'yish kerak bo'ladi. Bo'lmasa boru ezvorishlar qarz so'raydi, to'g'risi. Hurmatli obunachilar, 30 metrlik fasad nima deyapti? Mana qaranglar. 30 metrlik shokolad nima deyapti? Buni ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin bunaqa narxda, bunaqa avrada, bunaqa obzorni hali ko'rmagansizlar. O'shaning uchun mana shu videoga bitta like bosib qo'ying, oka. Hammaga mana shunaqa chiroyli shedevrlar nasibsin, bratva. Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani Amir Temur mahallaga xush kelibsiz. Ko'ryapsizlar, kanalizatsiya bor, okalar. Sizlar bu mehmonlar kelsa ham takoy. Assalomu alaykum deydigan joyi uyimizni 800 kvadrat ekan. 800 kvadrat, okalar. Mashalloh, bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Avtomatik darvozalari ham shedevr qilib qilingan ekan. Bemalol jetligi 8 ta joy bor, oka. Bemalol eshikni degan qo'ysangiz bo'ladi, ichkariga ham olib kirsangiz bo'ladi. Ichkariga kirsa bizda mana shunaqa shikarniy vid kutib oladi, okalar. Wow deydigan joyi mana shunaqa bo'ladi. Bu okalarimizni bundan oldin ham mana shunaqa chiroyli hovli qurishgan. Quruvchilarning number 1-ni qurgan bu hovlini. Men bu okalarning ishligisini oldin ham ko'rganman. Hozir mana yana bir marta guvohi bo'laman. Gap yo'q, okalar, hovlini yoraveribsizlar. Men videoda ko'rdim. Joy bar boshqacha-da, oka. Mana shu qandil kamida 4,000–5,000 dollar turadi. Agar undan qimmat bo'lmasa, bitta qandilni o'zi uringan ko'tariladigan zinalari, palmu, hovli qaranglar, kengligini. Bu yerda hovliga chiqadigan xod. Bu yerda yana bitta hovliga chiqadigan xod. Hovlni ko'ryapsizlar. Hol juda ham keng, hurmatli obunachilar. Juda ham keng. Bu ashir rабочий место-ku. Bemalol o'tirasizlar-ku. Endi qaranglar. Bu xonaga kiramiz, bu xonaga kirsak, bizda kuxnya, hurmatli obunachilar. Kuxnya и рабочий xona, ovqatlanadigan xona, kuxnyamizga o'zinglarni bahoylarni tashib ketinglar. Uy narxi o'zgargan. O'shaning uchun men keldim, hurmatli obunachilar. To'plab qilingan. Bu okalar o'zi bundan oldin ham mashina uy qurishuvdi, yoraverishuvdi. Bu safar ham bu okalar qurilishni yoraverishibdi. Mana kuxnya taomlarni pishirib mashqa tortiradi. Bu yerdan alohida chiqadigan xodi bor. Bu yerdan qarang qayerga chiqib ketasiz. To'g'ri mana. Letniy zonaga chiqib ketasiz, oka. Planirovka shokolad, oka. Narxi ham o'zgargan. Hozir aytaman, oyog'im sinpanchi bo'lib qoldi. Xo'p, kuxnyaga qaytib chiqdik. Hovlga qaytib chiqdik. Endi biz chap qo'lli xonaga kiramiz. Chap qo'lli xonamiz. Endi bu yerda garderobni qo'yasizlar, garderob. Narsalar qo'yib joy qo'ysiz bo'ladi. Oynasi yo'q ekan. Bu yerda mana 10 qo'lli yana bitta xona, sanuzel. Sanuzellarimizdan keyin yana bitta xona. Wow, bu yerda mana родительский комната и вот o'zini sanuzeli bor. Spalniya komnatalar o'zini sanuzeli bor и bu yerda вообще boshqacha deyman, okey. Nomlarni qarang, вообще boshqacha. Birinchi qavat ko'chaga qaragan, bemalol pardalarni yilib qo'yasizlar. Ko'chaga mana kichkina xodi, mashina kirish uchun alohida darvoza qilingan, uyiz kirish uchun alohida darvoza qilingan. Bu
Bu yerda mana mehmonxonamizga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, mana kattaligini. Voy, gap yo'q lekin bori. Juda ham keng mehmonxona, hurmatli obunachilar, qaranglar. Videoda kattami, kichkinami bilmayman lekin. Qandillarni qarab, voy. Style degan qandillar. Oynalarni ko'ryapsizlar, zalda 1 2 3 4 ta keng oynalar qilingan, bemalol yop-yorug' issiqqina quyosh tushib turadigan joylar. Quyosh tushishini ham planini zo'r o'ylashgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, quyoshni tushish planini ham o'ylashgan ekan. Endi bizni pastki уровеньga tushamiz akalar. Pastki уровеньga tushib, bizani pastki уровеньda mana shunaqa katta пространство kutib oladi. Mana bu yerda oyna qilingan, anu yoshligimizga maktabda diskoteka bo'lsa, dale, akasini o'ynagan qilib o'ynada diskotekaga borish uchun tayinlanardi-ku. Kim eslaydi, o'shanaqa sharoit bor ekan. Takoy bayramdan oldin тренировка qolasiz aka. Xo'p, podol qismidamiz. Pastki уровень to'kilni etash. Bu yerda sizlar kinoteatr, minoteatr любой narsa qilib bo'ladi. Keng okalar 800 kvadrat metr, brat. 800 kvadrat metr. Bu yerda mana yana bitta xona. Takoy xolisili ofismi, kabinetmi, kinoteatrmi, bilyardmi, bo'yiga ishlatib olasizlar. Xo'p, endi uyimizni mana полный sistemasini ko'ramiz hozir. Bu mana холодный xonamiz. Takoy prachniy xona. Kecha yuvib, yo'q qilish uchun. Endi mana uyimizni yuragi. Hurmatli obunachilar, bunaqa sistemani o'zi normalniy kech turadi. Qaranglar. Hamma narsa как положено. Oramizda ustuli bo'lsa, o'zingizlarning fikringlarni mana shu sistemamizga tashab ketinglar. 1dan 10 gacha bahoylarni kutib qolamiz. Wow! Uyimizda kichkina emas, aka. 4 ta etaj uy, aka. 4 ta etaj. Podval, so'killi etaj, 1-etaj, 2-etaj, mansarda 3-etaj. Hozir 3-etajga ham chiqamiz, biz hozir 2-urovеньga chiqdik. 2-urovеньda 1, 2, 3 4, 5, 6 ta xonani ko'rishingiz mumkin. Bittasi har doimgidek sanuzil bo'ladi. Bu birinchi детский komnata. Hovliga qaragan vidni qarang aka. Hovlini qarang aka. Chiki baba, yo bratuxa. Gap bo'lishi mumkin emas. Katta hovlini. Bemalol bu yerda yana bitta balkon, terrasa, mirasa, как сказать, здесь чайку, пайку попить, да? Ikkinchi qavatli yosh oilalarga terrasa akalar. Mahalla sotvesiyasi qiladi, ko'ryapsizlar. Tomlaridan ham bilsa bo'ladi, mahallani qanaqaligini. Bemalol mana terrasaga chiqdimi, terrasadan qaytib mana bu xonaga kirsa, bu yana bitta xonamiz. Gap yo'q. Svetlarni yoqdi, mana bu yerda sanuzeli bor o'zini. Keng sanuzellari bilan qaranglar. Spalniy komnata. Namini terrasaga olib chiqib oyi tomosha qilamiz. Hurmatli obunachilar, National Geographicdan bratga sovg'a bo'lgan ekan. Abdushi gap bo'lishi mumkin emas. Bu bizda yana bitta spalniy komnata. Mana terrasani xodi. Освещениялariga gap yo'q. Kech payt kelsanglar, вообще idealniy vid bo'ladi. Kech payt ham shkavat bo'ladi. Mana bu rostakasim родительский komnata mana. Katta. O'zini garderoblari, stroyli mebellari bilan bu siqqin emas. Bu mana garderob xona. Qaranglar, endi mana bitta sanuzil mana. Sanuzil. Wow. Sanuzil ham keng ekan. Bemalol ishlab oladigan joyi. Keng sanuzil. Mazzami okalar, mazzami. Voy, menga nasibsa. Yo'qda mana xonamizni hozir buni ko'rsatmadim. Bu xonani ham ko'rsataman. Hamma xonasini men shoshmayman, akalar, umuman shoshish yo'q. Mana sanuzilimizni ham qo'yinglar. Bu yo'qda bolalaringiz xonasi. Sizingiz xonasini, bolalaringiz xonasini uy 800 kvadrat akalar. 800 kvadrat. Qaranglar. Voy, bitta ko'ring. Santexnikalari ham yaxshilar o'rnatilgan ekan. Yaxshilar. Narxi ancha o'zgargan bu uyi.
birinchi ko'rganingizda bang etishdi-yu, unaqa emas. Takoy, sizga bu narxi yoqadi xudo xolisa. Bu yoqxonaga kirdi, u yoqxonaga kirdi, ana xonaga kirdi. Общий санузел mana. Общий санузел. Biz ikkinchi urovindamiz. Bizda hali 3-urovin bor, 4-urovin. So'kilni etajdan 4-urovinga chiqishimiz kerak. Bu yoqda mana yana bitta xona. Xonalarga ahamiyat bersanglar, attenkalarni ham yaxshilarini tanlashgan odam asabi o'ynamaydi. Cho'tka attenkalar bilan biz polni ikkinchi urovinni aylandik. Bitta joy qolib ketdi. Bu yoqda mana balkon bor, yana bitta. Ko'rg'oslar, balkonga chiqsa, biz ana mana shunaqa shikarniy vid kutib oladi, hurmatli obunachilar. Xo'p, endi biz ikkinchi urovinga, uchinchi urovinga ko'tarilamiz. Eng tepaga ko'tarilamiz. Men adashib ketdim. Endi men 4-urovinga chiqdim. 4-urovinda Barselona bilan Realni El Clasico'ni bo'yini mashta o'tkazib bo'ladi. Futbolni poli bo'lib yotibdi, akalar. Patalonni qaranglar. 5 metr yo 4,5 metr bo'lishi kerak. Tom qismi kengligi. Polni bu ham qanaqadir ishli, bu ham qanaqadir ishli bo'ladi. Qarang, aka. Bemalol mehmonlarga mashta o'ynab yuradi. Pastiylarni charchat boshligisini ham ortib. Endi tepada mana yana bitta xona. Bundan branch suv puli ham chiqqan ekan tepaga. Sizlar shuncha narsani ko'rsatdim men, eng zo'r joy qolib ketdi. Basseyn oldida kallani olib, shundoq pastga tushsangiz, finskiy hammom, sauna, turetskiy hammom mana. Turetskiy hammom yangi okalar. Ey xudo xolasa, jigar. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Amur Temur mahallada joylashgan 6 sotuli 800 kvadrat metrli xonadonimizning narxini 4 etajli mana ko'ryapsizlar. Sauna, basseyn, mashin 30 metr fasad xonadonimizning startoviy 1,400,000 dollarimizni mana shu videoga like bosib qo'yinglar. Bizdan kuzatib boringlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.